Urganch dehqon bozorida gilos chiqishni boshladi obunachilar. Endi kichkinaroq, chiyadin, lekin mazasini hozir ko'ramiz. Narxini necha so'm dedingiz? Mazasi. Xo'p, shunda 50 ming so'm deding. 50 ming so'mdan yangi bozorniki ekan obunachilar. Sizlar tarafdan chiqdimi? Kommentariyada yozib bering. Do'chancha so'm. 5000 so'm kelsa. Kosasi 5000 so'mdan Urganch dehqon bozori 26-aprel bozor kunidan sara. Assalomu alaykum. Chaqirganim bo'ldingiz rasmiy. Necha so'm? 10000 so'm. 5000 so'm dedingiz. Assalomu alaykum. Mana yaxshimisiz? Jaldimisiz? Qani 5000? Yine 5. Ha, bu 5. Bu 10. Bu 12. 12. Bodring necha so'm bo'ldi? Bodring 5000 so'm. 5000 so'm? 5000 so'mdan obunachilar. Sizlar tarafdan necha so'm yozib qoldim. Hajani? 6000 so'm. Savdangizga baraka. Donasimi, kilosimi? Kilosi obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videomizda navlan gösterib, kommentariyada yozib qoldiring va sizlar tarafdan necha so'mdan. Urganch dehqon bozori 26-aprel sanasiga ko'ra go'sht narxlari necha so'mdan bo'lib turibdi. Bir laykni bosib yakunlaringizni yaratib turing. Bilamiz obunachilar, qo'llangancha arzonlatamiz. Assalomu alaykum, men Marta. Harman. Neden bo'ldi bog'ir? Bog'irlar yuraki bilan 80 ming so'm. 80 ming so'm, ha? Xo'p, bularning? Bular 70 ming so'mdan qo'rbalar. 70 ming so'mdan qo'rg'a. Go'sht bilan. Aha. Xo'p, go'sht necha so'm? Go'sht. Necha? 100 ming so'm. 100 ming so'm. Qarang, hozir keladilar, so'm atib bersangiz, necha so'm bo'ladi? So'm 120 ming so'm. Bir so'mdan berasizmi? Obunachilar uchun. Obunachilar uchun beramiz. So'm. 110 ming so'mdan so'm ozgina yog' qo'shib beramiz. Ozgina necha gram? Ko'nglina qarab, saldasa salamiz, samadasa salamiz. Bo'ldi. Bu ham 1 kilo go'sht 200 gram sungak, 300 gram sungak degan gap yo'q. Avo. Xalq keladi, ko'radi, o'zine kerak bo'lsa oladi. Shunda 3 kilo chiqdi bugungi 250 kilo. 250 kilo chiqdi bugungi o'kiz. O'kiz go'sht aqang garantiyali. Xullas, adreslarni tushuntiramiz, qarang. Bu yon tomonimiz 8 blok, bu yon tomonimiz Urganch dehqon bozoriga kiraverishingizda o'rtalikda joylashgan go'sht markazi nomer 1 ekan obunachilar. Xullas, yakunlaringizni yaratib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Savdangizga baraka. Urganch dehqon bozori 27-aprel sanasiga ko'ra sara pomidorlar necha so'mdan bo'lib turibdi? Bir laykni bosib yakunlaringizni yaratib turing obunachilar. E'lon qilib o'tamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Ben Mahşeden alamam, YouTube'dan görüp oturamam. Rahmet balam. Sağ olun, sağ olun. Geysen baklava gaysan. Rahmat, sağ olun. 1 kilo 1 kilo. Asa video oldim, rozi bo'lasiz. 1 kilo. Sağ olun. Yaxshi. Bodring necha so'mdan berdingiz? Bir 7'den bek tutmam. Ne? Pazar günü bu. 7 ming so'm, ha? Ama hem Özü seni uçurattım. Arzuyumda baradı balam. Rahmat, sağ olun, sağ olun. Hem bak göremem, kvartiralarını alasan, Oo. bereket tapkıysan. Sağ olun. Gerek olmasam görüp oturamam şunu. Rahmat, sağ olun. Kızıklı videolar. Foydalimi axir? Faydalı. Sağ olun, sağ olun. Kommentariy yozing, no kerak bo'lsa chiqaramiz. Sağ olun. Köp yazganman. Siz sıram özü pasiyel Ha. Yazgayman. Rahmet balam. Sağ olun, sağ olun. Köp Yaxshi. yazgayman. Aha. Kerim edep çıkardı meniki. Yani Kerim yapacağım. Ava. Bo'ldi, bo'ldi. Обязательно siz atvet etib bir video chiqaraman, xudo xolasa. Yaxshi, xo'p, sağ olun. Pomidor 15, 7 ming so'mdan bodring obunachilar. Menimcha 2 baklashka suv pulini obunachilar. 2 baklashka suv pulini bodringlar. Sizlar tarafdan chizimdan bo'lib turibdi, yopib qoldiring. Pomidorni lekin sarasi yaxshi ekan. Rozi pomidor ekan ana. Salomat bo'ling. Savdangizga baraka. Urganch dehqon bozorida shuning Divenda turadigan eksportni pomidor narxlari 18 ming so'mdan bo'lib turibdi ekan obunachilar. Sizlar tarafdan necha so'mdan bo'lib turibdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Shahnoz aka, assalomu alaykum. Harman. Havo tushib turibdi, havo. Ajoyibmi, isitimi? Normal nang? Ozon bilan yaxshi obunachilar. Xullas, sizlar tarafdan necha so'mdan yozib qoldiring. Bu mandarinni tuninki zo'rlaridanmi bu? Assalomu alaykum. Harman, jallimisiz? Bu ya, buni boqing, Shahnoz aka. Post, posti bang yaxshi. 18 verdim aynen. Qani? Zo'rali qani? Endi bundan ko'rsataman. Durun. Qani, ha. Qani? Xudo qarata shuni deb o'tdilar. Voy. Suv sachrab ketdi-ku buni. Nichyapti? Dimajay. Kamran geldi.
Super. Mağazana gap bozuk geldi. Mandarin necha so'm? 20 ming so'm. Gurusha 18 ming so'm ekan. Banan necha so'm? Mana emlatib bilamizmi? O bu yani 24 ekan. 23. O 23 da turadi, 23 da turadi. 6000 so'mdan 1000 so'mdan tuxum. Xo'p, savdangiz barakasi. Balki apga shaxsiy apga sog' bo'linglar. Ular siz tarafdan chiqsanglar kommentariyada yozib qoldiring obunachilar. Keyingi videomizda navlan narxlarini chiqaramiz obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ozan bilan choyni yo'li bo'lak, gamburgerni yo'li bo'lak. Harman. Sizlarga yaxshimi? Qarama, isina qara. Kilometrdan tortadi-ku buni isag'i. Gap bo'lsin mumkin. Ozan bilan 13 ming so'mdan gamburger. Urganch dehqon bozorida ko'pchilik adresini so'rab obunachilar. Qarang, bu ham tomoniz 9 etaj, bu ham tomoniz yana pavilyon nodimiz Fatima akamizni, bu ham tarafda dinamizni zakritini ham boshidan kelasizlar obunachilar. Asosan to'g'risida Avvalgi mesda aytmayincha. Lekin bu ham bu yerda turadi yana. Shuni to'g'risida men parallelni joylashganda xullas. Og'a, boshqa hojatdan ham bormi? bizda hozir gamburg hozircha bu yoqda pirashkalar bor. Pirashka. Men hojatdan ham bor. Pirashkani deraversa ham dim yaxshi ko'radi. Pirashkani dim yaxshi ko'radi ham to'g'risi. Hozir yaxshimi? Rahmat. Harman. Ma'lum. Garingda ikkita. Bizga pishirib yana xom kasbini yer bo'ladi bu sho'llarda buni saqlama. Xom kasb bozorlagan ochib turadi-ku. Abi ustidan olib beramiz, ustidan gör. Shuni aytaman, pishirib bang. Pishirib ustidan kesib beramiz. Xomurg'asi mozam qachaddanmi, shu xomur so'ra. Xom emas, bag'rim ko'ring. Ketaymi obunachilar azon bilan? 13 ming so'mdan to'ldirib. 13 dan. Kerak bo'lsa go'shini ham nerdan olishsam hammasini ko'rsatamiz. Videosi bo'ling. Videosi ham bor. Gap bo'lishi mumkin. Sizlar tarafdan cho'zimlar obunachilar va oxirgi marta gamburgerni nedan yedingiz? Kommentariyada yozib qo'ying. Sog' bo'ling azag'a. Yaxshi uka, salomat bo'l. Bu gilosmi, bu qorakatmi yoki chiyami deb aytsangiz mumkin obunachilar. Bu gilos yana pishgan varianti bo'ladi-ku obunachilar. Daraxtda o'sha hali pishmasdan qoqib boshlayapti. Maqanglar obunachilar. Qop-qora orasida. Ko'rgan odamning chiyam deb bo'lishi mumkin, lekin gilos obunachilar. Mazasi zo'r dedilar. Hozir ko'ramiz narxincha so'mlar. Sizlar tarafda gilos o'sha chiqdimi? Kommentariyada yozing. Og'a, necha so'm bo'ldi gilos? 20 ming so'm idishi. 20 ming so'mdan obunachilar ko'rib turganlaringiz 20 ming so'mdan. Mazasidan zo'r. Klubniki oqshom mahalla o'tibdi, arzon ekan. Ya'ni 26-aprel kuni. Bugun necha so'm? Bugun kilosi 50 dan 60 ga chiqdi shunda. 50-60 ming so'm oralig'ida ekan klubnikilar. Xo'p, narxlarni bilasizku obunachilar. Gunda shu kursdan betar o'ynaydi. To'g'ri tushunasizlar. Biza qo'ldan kelganicha e'lon qilamiz. Bugungi narxlar, ya'ni 27-aprel sanasiga ko'ra Urganch dehqon bozorida shunaqa narxlar obunachilar. Sizlar yozib qoldiringlar, buguncha so'm bo'pti ekan. Bozorga borib obunachilarimiz bo'lsa. Savdolar baraka og'a. Like bosamiz. Urganch dehqon bozori qaynamoqda obunachilar. Endi bu pavilyon obunachilar, bu ham tomonda-ku boshqa odam ko'p. Hali soya tarafi bu. Quyosh tarafidan ham odam ko'p. Direktor nega? Xullas shunaqa gaplar obunachilar. Urganch dehqon bozorida bugun sal narxlar ko'tarilibdi, to'g'risini aytaman. Oqshom arzon ekan. Ayniqsa mevalarni klubnikingiz yeyman deganlar uchun 2 barobarcha ko'tarilibdi почти. Endi qo'ldan kelgancha e'lon qilib turibmiz. Boshqa vaqtda ham chiqarish harakat etamiz obunachilar. Salomat bo'ling. Voy, dushman qarang buni obunachilar gigant. Bismillahirrohmanirrohim. Kana prova etib ko'rdim, professional shakl. Yani çek konuşanlarla beraber yaxşılardan. Ben yüzü yaman yok, ben zel yokum. Mazasına tüke, derruay. Çaldırak çişler onu, poçakını yedin, poçakını yet tutsa onu. Zor mu? Şey, rengini buzdu mu bana? Garantiye ver. Şoru olandan uzun minnet verir. Boşu gapirishim yalnız klub nikayina klub nikasi. Minnini bor ekan, mo'nini bor ekan. Kareski sort kalan. Koreyskiy. Ava, yine Surxondaryo'niki. Bu Surxondaryo. Surxondaryo mesini. Necha so'mdan necha so'mgacha? Büyük klubnikalarımız 150 ming so'mdan tutadi. 150 ming, 100 ming, 120 ming, 130 ming. Voy, klub nikay ekan mana shu maqama. Kattaligini qarangmi? Zo'r bu. Düzmekan ayollaringizga nelar chiqaradi düzmekan. Ana, to'shin ketadi. Cho'qaliq. Ha, cho'qaliq. Bugun sal qimmatladi o'xshaydi klub nikalardan. Bugungi büyük yaxshi klubnika yo'q og'a. Do'chancha so'm. Do'cha. Do'chalani 40 ming so'mdan o'lchina. Nuqul erikniki. Rujjaning.
Brüccan hem 50 bin so'mdan ölçtüm. Burcu 50 ming so'mdan obunachilar. Sizlar tarafdan chiqsin, kommentariyada yozib turing. Gilos sizdan chiqsin, gilos. Gilas bende 50 bin so'm çıktı. 50 ming so'ming? 50 ming so'mdan. Neniki bu? Neniki? Ulan şu Surxondaryo. Surxondaryo. Mesliler hem çıkıp başladı. Mesni ham uch chiqib boshladi obunachilar. Har doim ko'ring, yozing, sizlar tarafda chiqdimi? Yangi bozorda уже chiqibdi lekin. Gördük, hozir e'lon qildik. Haruzam geldi. Haruz chiqsin bo'ldi. Haruz kilosu 60 bin so'm açırdık. Kilosi 60 ming so'm. 60 ming so'm kilosi, ha? Ha. Yeniki bu Eron. Ulan Mesli kadar Surxondaryo tarafı çıkıp başladı. Qo'ysangiz, hey. Aa, Chiqsin. ananasa kadar. Chiqsinmi? Budun başkaçası bu. Chiqsin. 30 bin so'mdan. Krenekler için, sınavını açılar için. Lekin o'zi 45-50 satamız mı? Ava. Zo'ridan ben. Zor 30 bin so'mdan beri. Tushunarli. Nomerisini ayting endi. 99 750 31 31. Bog'lanasizlar bunacha. Shodiya Ramizov. Xudo xolasa bu yerda endi premium sifatdagi mevalar sotiladi. Arzoni qimmati bizdan ko'rsatish, qo'ldan kelganicha ma'qul bo'lsa kelib xarid qilaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling obunachilar. Urganch dehqon bozorida klubniki gilosni zo'rini so'raganlar uchun zakaznoy. Xursandbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar gilosni dum deylarga gap tutang. Ha, bu irisli gilosni 120 ming aytilib turibdi, lekin 100 ming so'mdan beramiz. Aha. Keyin bunda o'zimizga Xorazmniki salgina maydaroq 45 mingdan kilosi. 45 ming so'mdan. Ha. Bu dovchalar olib turibdi, va dovchalar. Dovcha Necha so'm? 15 ming so'm kilosi, unda 35 ming so'm kilosi. 35 ming so'm. Ha. Zo'ridan bang. Dovchamiz zo'ri. Nukulang. Ha. Tushunarli. Klubnikalar nima deydi, ag'a? Klubnikalar. Klubnikalamiz bugun salgina qimmatroq. Ava. Uni ham kelishtirib beramiz. 60 mingdan sotib turibmiz kilosi. 60 mingdan, ha? Ha, haliga Xo'p. deysiz. Olmalarning zo'ri. Necha so'm? Olmalar nimda bo'yna. Voy, sesini qaraman. Otajon xudo shukrni sasi keladi yana. Otajon Xudo shukrmi? Ha. Voy, so'ylab beradi. Narxi necha so'm? Bu 18 ming kilosi. 18 ming. Ag'a, zo'ridan bormi? Zo'ridan bor. Zo'ridan bir bo'lsin. Qani? Bor. Butun bir koinot, butun bir olam. Vujudni qamraydi yashil titroqlar. Bag'rimga ekkanim olovning tafti, lovlashni boshladi alvon dudoqlar. Dudoqlar yonib ketmasmi? Sog'inib qolmasmi moviy ko'zlaring? Pichirlab ko'kara borar gul ochgan misoli shirin so'zlaring. Baxtning sayyorasi ulkan sayyora, ikkimiz baxtlanib yashaymiz xurram. Bir butun koinot qo'llaydi bizni, bir butun koinot bizniki erkam. Tillarang orzular sepilgan bilsang, to'kilgan xayolning shaffof maylari, bir butun koinot ikkimizniki va bizga atalgan uning kuylari. Ag'a, ayolingiz bormi? Bor. Ayolingiz bor, ha? Ko'p baletchikingiz ko'paydi bizning obunachilarimiz ichida. Rasmiy o'tgan videoda kommentariyani ko'rdingizmi axir? Ha, ko'rdim. Ko'rdingizmi? Dim ajoyib kommentarlarni yozdilar. Ag'a, ovozda ham gap yo'q, she'r ham gap yo'q. Zakaznoy she'r yozib berasizmi? Xudo xolasa, Qo'llangancha. endi Ilhom Parilarimiz qo'llab-quvvatlab tursa, albatta yozib beramiz. Mashallah, gap qo'shing. Savdongiz baraka, ag'a. Rahmat. Sog' bo'ling. Urganch dehqon bozoridan nalla necha so'mdan ekan, kisaman necha so'm solib boring ekan deb o'tirgan ayollarimiz yoki bo'lmasa shu otasidan mehrni beradigan uy bekalari yoki erkaklar uchun sizlarga bir narxlarni tanishtirib o'tamiz. Bir laykni bosib yaqinlaringizga yarab turing. Boshladik aka. Mahmudjon, assalomu alaykum yana marta. Necha so'm bo'ldi ag'a nalla? 15 bin so'm bo'ldi. Qo'lisidagi nov nali? Bu baklajan bu. Baklajan 15 ming so'm. Bir nakadlar shu to'xtatmay olaveradilar nalining mevasini. Güzekadon beradi. Güzakacha to'xtatmaydi. Xo'p, pomidor necha so'm? Pomidor hammasi 15 bin so'mdan aksiya tufayli. 15 ming so'mdan hammasi. İçinde 50 danası var. 50 dona pomidor bormi? Nali? Hammasini Yaxshi. Birchcha so'm, birch. Burçam şu baka. Bu acı burça. Onda bolgar burça. Onda kızıl burça. Bolgar burchlar ham, qizil burchlar ham 15 ming so'm, ha? Hammasi 15 bin so'm. Bu pomidorlar novichok degani, Lampichka o. Ya banchaya bosadi. ha, necha so'm u? 15 bin so'm. Ha, nallar hammasi 15 mi? Hammasi 15 bin so'mdan tufayli. Ulan badrin ulan. Necha so'm? 1000 so'm, 1000 so'mdan beramiz ko'p olana. Bir donasimi? Hava aşı bir danası. Ishi necha so'm? 1000 so'm. 2 ming yarimdan berasizmi? Beramiz gelsin. Beramiz. Ketdi. Yana nov yangiliklar bor. Baklajan var. Necha so'm baklajan? Bo'ladimi? Necha so'm? 1000 so'm. 1000 so'm, 2 ming yarim berasizmi?
Beramiz sizlar. Urganch dehqon bozor nomeringizni ayting ağa. 91 571 0111. 91 571 0111. 0111 obunachilar. Bu ham tomonimiz yana Urganch dehqon bozorining 9 etaji. Bu ham tomonimiz avtobus stansiya, xullas bizazi mashina stansiyaning o'rtaligi. Darvozani oldi ekan xullas obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaqinlaringizni yarib qo'ying. Sog' bo'ling ağa. Savdolar baraka. 40 ming so'mga 2 odam do'ysa bo'ladimi? Ko'pchilik eshitib ulgurgan Gurlan Patira 2 odam do'yadimi degan savollarda videoni oxirigacha ko'rib, bir laykni bosib, kunda bir xil ovqatlarni yeb, zerikib ketgan obunachilarimiz bo'lsa, videoni yarib qo'ying, hozir obzor qilib beramiz. Bu yerda 2 xil Gurlan Patira bo'lar ekan, birisi yarim oy shaklida, birisi sirli 4 ta bo'lib berilar ekan. Ya'ni pizza desa ekan bo'ladi obunachilar. Gullancha pizza. Undan tashqari har xil patirlar, nonlar, bilan tomonidan yana zira sepilgan ustuna kulcha bo'ladi ekan. Oddiy dush kulcha ham qilib beradi ekanlar yoki shuni zirali qilib ham beradi ekan. Ichi go'shtdan bo'ladi. İki o'qituvchi akamiz kelibdi ekandan bir dona shuni Gurlan Patirni yeb do'yibdi ekanlar. Narxi 40 ming so'm. Agar siz burjit keladigan bo'lsangiz shuni go'mmading, non deymizmi, patir deymizmi? Katta variantdagisi 20 ming so'm, ichi go'sht, biraz aralashib oladi, go'sht deymiz. Keyin yonidagi kulcha go'shtli bo'ladi, ichi polni, narxi 20 ming so'm. Og'irlik ham biroz bor buncha. Gurlan Patir adreslari chap tomonimiz Urganch Gurlan yo'li, Chakkaparni ko'chasiga kirasiz, o'ng qo'lingizda 10 nomeradi va Gurlan Patir deb banner chiqarilgan bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Kelib, yek ko'rishni albatta tavsiya qilamiz. Yaqinlaringiz bilan bir xil ovqatdan zerikdingizmi? Albatta Gurlan Patir sizlar uchun.